Hurmatli vatandoshlar, bizlar bugungi roligimizda sizlarning e'tiboringizga ajoyib bir mesopolojniyada Urganch shahrimizda tez tibbiy yordamga yaqin yerda 7-qavatda 2 xona kvartirani ko'rib danishib o'tamiz. Sizlar 71 kvadrat metr ekan, remontdan chiqqan ajoyib xonadan ichini jihozlar bilan sotiladi. Narxini videoning davomida aytib o'tamiz. Dokument ham 100% tayyor. Bu yerda gaz, sez, suvdan muammosi yo'q. Parkovishning masalalari bayna ko'rib turgansiz. Yashil hududlarga ega, besedkalar hamma sharoitlari qilingan. Hamma o'ng'ayli. Marshrut bor, hech tomondan muammosi yo'q. Gelasizlar, görəsizlər, yaxşısızlar zalokunu bərib doğru natarsa getsəniz bo'ladi. Sizlar qani yetkəsə bir yerdə görüb o'tsak kvartiramizni. Hurmatli vatandaşlar, 7-qavatdan yetib keldik. Lift bor, liftdan muammosi yo'q. Gaz, sez, suvlari bor, muammosiz. Hammasi kelib turibdi sizlar. Bismillahirrohmanirrohim girdik. Podyezdlar ham qur'atni ekan, girganingizda atmosferasini e'tibor qilindim. Ajoyib chiroyli xonadan ekan. Keng koridorlar, oyoq tillari kafel 61-20likdan sizlar ham tupli pol bo'lgan. Bedaning rakovinasi ham kafelar podmaz qilib sizlar o'rnatganlar. Suv gap turibdi, 7-qavat bo'lsam. Sizlar bedaning kafellar qilingan. Hep xo'shlam, ixchamlar ajoyib o'rnatganlar. E'tibor qilgansizlar, eng beda vishilkalari, zerkalar, podsetkalar, buralar o'rnatilgan ikkinchi chetda dim chiroyli chiqqan. Ishlar ham ajoyib qimmatbaho ishlar ham, hurmatli vatandoshlar. Dim chiroyli ish ekan. Oppoq zamonaviy. O'ng tarafimizda beda oshxonasi, bedaning spalni, sanuzeli, keyin zal qismi bo'ladi. Bir yandan yo'latib boraveramiz. O'ng tarafimizning steklanli ishlardan oshxonamizga. Belar ham tupli pol bo'lgan, hurmatli vatandoshlar, kengina. Dim chiroyli joy, hurmatli vatandoshlarning beda uyg'oqlari, ustallarning ovqatlanish uchun sharoitlar qilingan. Kirmachilar 7 kilolog immer firmoni kezdir. Beda Azda mikrofonkalar, duxovkalar, xonadonlar hamma udobsa qilingan, hamma sharoitlar qilganlar. Bedaning gaz plitalari, vichkalari, tezorlarcha o'rnatganlar. Sizlar listolarni e'tibor qiling, podsetkalar, patolog natijali. Bedaning sizlar galogenlar hammasi taq holatida. Kafellar ham chiroylisindan ishlatganlar. Sizlar matvi xilisidan oppoq, oq, qora aralash. Bedaning balkon ham bor. Sizlar balkon ham kafel qilingan, pillalar o'rnatilgan. Bem chiroyli joyini. Televizorlar ham yaxshisini o'rnatganlar. Ishlar ham zo'rimdan. 71 kvadrat metrli 2 xonali kvartira. Sizlar bu yerda asosiy katta xonasi gostinisi bo'ladi. Birimiz, hurmatli vatandoshlar, yana bir 3,5 metrlar bor, uzinasi 560 arkayin chiqadi. Yevropiy stilda remont qilganlar. Hurmatli vatandoshlar, bu televizorning mebellar ham asma, chiroyli mebellardan ekan. Gilamlar ham dushalgan, restoranlar osilgan, podsetkalar tashalgan. Sizlar plyuslar o'rnatilgan oyoq tillari, sizlar laminatlar yaygan, gilamlar ham zo'rimdan yayganlar. Sizlar bu yerda konditsioner uchun ham sizlar vaziyatli joylari bor. Toshkalari bu yerda radiatorlar ham zo'rimdan o'rnatganlar. Hurmatli vatandoshlar, dim chiroyli joy ekan. Neoklassik uslubida sizlar bir sanuzel qismi bo'ladi. Oyoq tillari ham, divorlar ham kafel, patolog natijali, bu yerda vishcha joylari, aristollar, sushilkalari, vanna, unitaz, rakovina hammasi taqxasida. Bedaning zerkalar sizlar ko'rgansiz. Podsetkalar yanimizda spalni qismi bo'ladi. Spalnisi ham keng, hurmatli vatandoshlar. Spalnimiz ham katta tushgan. Pochta zol bilan deng desak bo'ladi. Spalnilar, shkaflar sizlar bedaning buralar o'rnatilgan, dim chiroyli chiqqan. Sizlar atmosferasini umuman gapsiz bo'lishi mumkin. Odam kayfiyatini ko'taradigan bedaning termolari, asma termollari, zerkalar ham chiroyli o'rnatganlar. Beda televizorlari, lyustralar ham akkuratni dim ajoyib bundan. Hurmatli vatandoshlar, shunday joylarni niyat etib o'tirgan vatandoshlarimiz bo'lsa, bir like'larni bosib, podishga qilib qo'ysa, hammani Allohim o'zining niyatini yetirsin. Sizlar bundan ham yaxshiroq joylarni olib o'tirish nasib roza qilsin, hurmatli vatandoshlar. Sizlar endi xonadonimiz ham qo'ynidan boshlab chiqdik. Birgalikda ko'rib narxi sizlar 58 ming dollar aytilib turibdi. Kelib ko'rib ustida sodasini qilib olaverasizlar. Mesopolojniya zo'r, Garovskoy больница yonida, ya'ni tez tibbiy yordam yonida, ham Xorazm televiziyasi ham yaqin yerda. Shuning 2 xonali 71 kvadrat metrli xonadonni e'tiboringizga havola qilib o'tdik. Kimlardir to'g'rilagan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ajoyib zo'r mesajdan joy qilib yurgan yaqinlar videoni ulashib qo'yinglar. Bu yerda bog'cha, maktab, transport hech nimadan muammosi. Ajoyib bir mesopolojniyada, hurmatli vatandoshlar. Hamma sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videoda görüşünce xayrlab qolamiz.